Viusit va Tylenol. Bu ikki preparatimiz ham shamollash va grippda qo'llaniladigan vositalar bo'lishiga qaramasdan Tylenol narxi arzon, Viusitniki har doim qimmat yuradi. Nima uchun? Nechun degan savolga javob beramiz. Demak, Viusit bizlarga gripp viruslari bilan kurashish uchun immunitetimizni ko'tarishga yaxshigina yordam beradi. Tylenol, Theraflu, Grip Hot va shunga o'xshagan parashoklar esa bizlarga gripp keltirib chiqaradigan belgilarni, ya'ni simptomlarni yengishga yordam beradi. Masalan, sizda isitma, og'riq, et ushishi kabi, holsizlik kabi belgilar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bunday holatda Tylenol yordam beradi. Lekin kasallikni yengishi, immunitetni ko'tarishi, viruslarga qarshi kurashishga esa Viusit yordam beradi. Demak, men gripp paytida Viusit ichadigan bo'lsam, menga boshqa Tylenol, Theraflu kabi issiq parashoklar kerakmi desangiz, yanglishasiz. Bizlar bunday parashoklarning yordami kerak bo'ladi, chunki baribir isitma paytida et ushganda odam issiqqina parashoklarni ichib o'zini keladi, chunki bularning tarkibi paracetamol va askorbinovik kislota va yana bir ikkita shamollashga qarshi moddalardan tarkib topgan. Bizlarga bularning yordami kerak bo'ladi. Viusitni qimmatligini sabab bu aminokislotalardan, ya'ni oqsil moddalardan tashkil topgan bo'lib, bizning immun tizimimizga yordam beradi. Immun tizimimiz yaxshilangandan keyin viruslarga qarshi bemalol kurashib biladi. Kunini 1 yoki 2 paketchadan bemalol iste'mol qilish mumkin. Homiladorlari, emiziklilar hammasini birdin mumkin. Homiladorlar faqatgina biz Tylenol bilan emas, Insti parashok bilan birga ichishni tavsiya qilamiz. Agarda sizni isitma, bosh og'riq va boshqa shikoyatlar bezovta qilsa, unda shifokor nazorati bilan paracetamolni qo'shish mumkin bo'ladi. Tylenol va Viusitning farqi: Viusitni qaynoq suvda damlash shart emas. Buni iliq xona haroratidagi yarim piyolagina, yarim kosagina xorazmchasini aytganda suvga zotib ichishlaringiz mumkin. Lekin Tylenolni hammamiz bilamiz, bu qaynoq suvga zotiladi. Viusitni qaynoq suvda damlaganimizda esa bu o'zining foydali xususiyatlarini biroz yo'qotishi mumkin va ichish ham noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun buni ozgina suvda zotamiz va tezgina ichib olamiz.